Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va dunyo xabarlari. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Tezkor xabar: gaz quyish shoxobchalarida metan narxi 5500 so'mgacha qimmatlashdi. Bugungi kungacha metan respublikaning turli hududlarida 5200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotib kelinayotgan edi. So'nggi kunlarda uning narxi 30% ga oshib 5500 so'mga ko'tarildi. O'zbekistonga salkam yoz qaytmoqda. Dam olish kunlarida O'zbekistonda quruq va juda iliq ob-havo saqlanib turadi. Mayin shamol esadi. Harorat kechasi 7 darajagacha, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Bu esa noyabr oyi o'rtalari uchun o'rtacha ko'rsatkichlardan 3-5 daraja yuqori hisoblanadi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying.